Birinchi xotiniz nimaga qochib ketgan? To'yimizni birinchi kechasidan keyin bila olasiz akam. Yo'q, tavba qildim. Qanaqa odam ekan bu? Siz bilan yashamayman, ketaman. Kechasi bilan uyqu bermadingiz. Ey, obbo, bunisi ham ketib qoldi. 2 marta ajrashganmisiz? Ha, shunaqa. Xotinlaringiz nima uchun ketib qolgan? To'yimizni birinchi kechasidan keyin bila olasiz. Qo'qindu. Voy o'lay. Nima bo'lishi mumkin? Sizdek yer bilan yasholmayman. Kechasi bilan qiynalib chiqdim. Voy, bunisi ham ketib qoldi-yu, chidolmayapti-de. 3 ta xotiningiz ham qochib ketdimi? Da, shunaqa bo'pti. Nimaga? Chidolmadi-de. Voy, o'lay, sharmanda. Bu 3 ta xotinchi bekorga ketmagan ekan. Men ham chidolmayman, ketaman. Ay kelinjon to'xtang ketmang. Ha bu o'g'limni birovda 4 marta uylantirdim. Hamma kelin ketib qolgan. Ha biror aybi bo'lsa ayting. O'g'lingiz kechasi bilan azob berib chiqadi. Ishonmasangiz o'zingiz bir kecha yotib ko'ring. Nimaga unaqa ekan a? Bekarga 4 ta xotin ketib qolmabdi-da. Bu turishda uxlab bo'lmaydi. Ha padaringga la'nat ko'raringdan. Oyi nima qilyapsiz? Rillamay bo'la. Bu xurrak ochishingda birorta xotin sen bilan yashamaydi. Sen bilan faqat kar xotin yashashi mumkin. Xurrak otadigan erkaklarni xotinlariga haykal qo'yish kerak ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Abbos Kenja YouTube kanali aziz obunachilari. Biz mana har doimgidek syomkadamiz. Mana shu videoni hozir ko'rdinglar. Ma'qul kelgan bo'lsa like, comment bosib qo'yamiz. Undan tashqari Sayyoraopa, Siroj, Binafsha bizda masalan statistikaga qaradim, obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar juda ham ko'p ekanda. Nimaga buni? Bilmadim nimaga. Bu oxamini paspiska bo'lsinglar. Paspiskam, nima bo'lsa? Paspiskam. Shu insonlarni qanaqa podpisatsiya qildirsak bo'ladi, Sayyoraopa? Gapiring, Mana kirasizlar. Qayerga? Mana kirasizlarda podpisatsiya degan joyni shiliq qilib bosasizlar. Ne yurakchan hamsiga bosib qo'yasizlar. Shunaqa hurmatli kuzatuvchilar, sizlar har doim bizning hurmatimizdasiz, e'zozimizdasiz. Sizlar uchun biz har doim mana shunaqa qiziqarli videolarni, qiziqarli kontentlarni tayyorlashda hech qachon charchamaymiz. Sizlardan faqatgina bir dona iltimos biz tomonimizdan, ya'ni o'sha podpiska bosib qo'yamiz, bo'ldi. Har doim yangisi chiqqanda birinchi bo'lib sizlarga borishi uchun bu narsa podpiska bosib qo'ysa birinchi keladi. Qo'ng'iroqchani ham bossalar bilan. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Jig'ir beladiki. Ha, hech narsa yo'qotmaysizlar aziz obunachilar. Bizani hurmat qilgan, bizani ijodimizga qiziqqan barchaga kattakon rahmat deb qolamiz. Bundan-da zo'rlari hali oldinda.